Strategiya sizlarni doim foydada olib yuradi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga bozordagi eng muhim 3 ta narsani o'rgataman. Savdoga kirish, qo'shimcha bitim ochish, ya'ni dalivka, uchinchisi savdodan chiqish. Bitta narsani aytib o'tib ketdik, hech qachon hech qaysi bir strategiyani 1 yil davomida tajribamdan o'tkazib, bozorda qo'llab, o'zim foyda olmagunimgacha sizlarga video qilib o'rgatmayman. Bu degani, bu strategiyani ishlatsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Tradingni men bilan birga tez va oson o'rganasiz. Sizlarga birinchi o'rinda mana shu indikatorni o'rnatib olish kerak bo'ladi. Bu indikatorni o'rnatayotganda nastroykasiga xuddi shu urovlarni kiritib chiqasizlar. Bu yerda urovlarni ko'rsatib qo'ydim. Ana endi kiritganinglardan keyin sizlarda shu urovlar paydo bo'ladi. Endi bu yerda 10-20 urovin bizada qizil zona, ya'ni buy zona hisoblanadi. 80-90 zona bizada qizil sell zona hisoblanadi. O'rtada bizada 50 urovin bor. Endi qaranglar. Shuchi kanal maksimumlar har bitta fraktalni 50 ga kelib urilyapti. 50 kelib uriladi, pastga tushadi. 50 kelib uriladi, pastga tushadi. Bemalol bu kanalda savdo qilsanglar bo'ladi. Qachon sell pozitsiyadan chiqib ketish kerak? 50 ni buzib o'tgandan keyin 50 ni ustiga korreksiya beradi. Sell pozitsiyadan chiqasizlar va buyga qo'shilasizlar. Ketdi bu yerda o'suvchi kanal. Har bitta minimumlar mana korreksiya berilgan nuqtalar bu yerda 50 zonani ustiga uriladi. Endi savdoga qatdan kiraman desanglar, mana 50 ni buzib o'tdi va 50 ni ustiga korreksiya berdi. Buy bitim ochasizlar. Stop loss minimumga qo'yasizlar. Maksimum probit qildi va korreksiya berdi, yana 50 ni ustiga tushdi. Yana bu yerda dalivka qilasizlar. Maksimum probit qildi, yana 50 ni ustiga korreksiya berdi va bunga tushdi. Endi yana dalivka qilasizlar. Qachonki bozor 50 zonani buzib o'tgandan keyin savdodan buy bitimlarni yopib chiqib ketsanglar bo'ladi. Endi bozorning hozirgi holatini oladigan bo'lsak, narx 4256 da turibdi. Endi mana bu yerda bizda kanal bor. Minimumlarga e'tibor beringlar. Mana 3 ta 4 ta minimum. RSI'da 50 zonani ustida turibdi bizda. Har bitta minimumdagi korreksiya bu yerda 50 zonaga korreksiya beryapti. Endi hozirgi holatda bu yerdan buyga risk qilib, bemalol kuzatsanglar bo'ladi. Agar 50 zonani buzib o'tadigan bo'lsa, o'sha buy bitimlarni yopasizlar. Agar tepaga chiqib ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bu maksimumni probit qilib chiqib ketish kerak bo'ladi. Bu strategiya bo'yicha. Shu